Hammaga salom. Bugun sizlar bilan chetga chiqqanda yoki umuman o'zimiz hayotimiz uchun ham kerak bo'ladigan va yonimizda must have bo'ladigan, ayniqsa basseynlarga yoki bo'lmasam plyajlarga borishda kerak bo'ladigan kosmetikamizni obzorini qilishni boshlaymiz. Endi bittalab qilib beraman. Demak, boshladik. Glamor haqida aytmoqchiman. Glamor SPFimiz Koreyaning 40 mingtadan oshiq brendi bo'ladigan bo'lsa, 40 mingtadan oshiq brendga top 5 taliga kirgan SPFlardan hisoblanadi. Chustvoительный ko'jalarga, hattoki chaqaloqning ko'jalariga ham bemalol tushishi bilan ajralib turadi bu brendimiz, Glamor brendimiz. Bilasizlar, men uncha brendlarni tanlamayman. SPFlar juda ham ko'p, juda ko'p, lekin Farah K-Beauty'da faqatgina tanlab olingan maxsus professional brendlar tanlangan ayol qizlarimiz uchun ishlatilinadi, ya'ni tanlab olib kelinadi. Buni yaxshi tarafi chuqur namlantirish xususiyatiga ega. Men hozir SPF surganman, ozgina suraman. Chuqur namlantirib beruvchi krem o'rniga ham ketaveradi qizlar. Shunaqa zo'r teksturasi, men yaxshi ko'raman. Menga eng zo'r tushgan SPF mana shu hisoblanadi. Juda ham yaxshi ko'raman, chunki yuzim quruq ham ta'sirchan bo'lganligi uchun. Tak. Вот. Oramagan ayol qizlarimiz uchun quloqlari, bo'yinlari bilan birga surish tavsiya qilinadi. Meni brendlarim hammasi ham ajinliga ishlab beradi, ham pigmentatsiyalarni, dog'larni ochartirib berish xususiyatiga ega, ham pitательный hisoblanadi. Tarkibida hech qanaqa ximikat, gormon, bir shubhali bir narsalar yo'q. O'shaning uchun ham men tanlab juda ham ko'p izlanaman. O'zimni standartlarimga to'g'ri kelib javob berish kerak va o'zimni kutuvlarimga ham javob beradigan SPFlarni tanlab olaman. Tak что bemalol Farah K-Beauty SPFlariga ortgani albatta qo'llarimizga alohida ishlatamiz qizlar. Qo'llar esdan chiqishi kerak emas. Qo'lga alohida surib, men o'sha surib bo'lganman, o'shaning uchun alohida surib o'tirmadim. Так что